Bizda soliq organida, misol uchun, savdo korxonasida 1 oylik, 2 oylik, hattoki 3 oylikgacha bo'lgan o'sha tovar rastatkasini g'amlab qo'yish holati bo'ladigan bo'lsa ham tushunarli, lekin 3 oydan, ya'ni 100 kundan oshadigan bo'lsa, tovari qolib ketishi omborda bizda o'sha holat qiziqish uyg'otadi, nima uchun qolib ketyapti degan va shunday holatlar o'sha bizda sayyor soliq tekshiruvini amalga oshirishga inisiativa bo'ladi. Bu yerda formulasi hammaga ma'lum bo'lgan formuladan olganmiz. O'sha o'rtacha oydan oyga o'tib borayotgan TMZ qoldig'ini tan narxga nisbatini olamiz, 365 ga ko'paytiramiz. Agar shu formulada chiqqan kunlar soni sizda 100 kundan oshadigan bo'lsa, shunda biz soliq organi o'sha soliq to'lovchilardagi TMZ qoldig'ini tekshirib ko'rishga nima bo'ladi, bu holat olib keladi, sababchi bo'ladi. Shu uchun agar sizda 100 kundan oshadigan bo'lsa, iloji boricha 100 kundan oshirmaslikka, misol uchun ayrim korxonalarda bo'ladi-da, haqiqatdan ham sotib yuborilgan tovarni qandaydir soliq manfaatlari olish uchun, misol uchun qo'shilgan qiymat solig'idan to'lovga puli bo'lmaydigan bo'lsa, vaqtincha keyingi oyga o'tkazib turish, shunaqa holatlar uchraydi. Agar shu holatlar uchraydigan bo'lsa, to'g'irlab qo'yishinglarni so'raymiz. Chunki bu o'sha tovarlarni baribir sotiladi, tovarlar sotilmaydi emas. Keyingi oyga o'tkazib, misol uchun haqiqatda sotib yuborgan tovarni boshqa oylarda realizatsiya ko'rsatilganlik faktori aniqlansa agar, o'sha bizda soliq bazasini yashirish deb baholanadi va o'sha realizatsiya summasini 20% miqdorida moliyaviy jarima solishga sabab bo'ladi. Bizning maqsadimiz moliyaviy jarima solish yoki soliq to'lovchilarni tekshirish o'tkazish emas. Mana shu risklar bilan birga ishlab, o'sha soliqchi soliq to'lovchiga hamkor tamoyil asosida sizlarga yordam berib, nima muammolar bo'ladigan bo'lsa, eshitishga qaratilgan.